21-asrda bir mavsumda eng ko'p gol kiritgan top 7 ta fantastik klublar reytingi tuzildi. Birinchi o'rindagi jamoa sizni hayratga solishi aniq. Futbolga oid eng zo'r sahifa Shahlo Sardorbekka obuna bo'lib qo'ying. Hozir bu reytingni sizlarga tanishtirib o'taman. Demak, 7-o'rin Barselonaning 2011-2012-yilgi mavsumi 64 ta o'yin va 47 ta gol. 6-o'rin Al Hilolning 2023-2024-yilgi mavsumi 53 ta o'yin va 48 ta gol. 5-o'rinda Paris Saint-Germainning 2024-2025-yilgi mavsumi 64 ta o'yin va 49 ta gol. 4-o'rin Liverpoolning 2021-2022-yilgi mavsumi 63 ta o'yin va 49 ta gol. 3-o'rin Portoning 2010-2011-yilgi mavsumi 58 ta o'yin va 49 ta gol. 2-o'rin Barselonaning 2014-2015-yilgi mavsumi 60 ta o'yin va 50 ta gol. Va do'stlar, shu yerda sizlarga kichkina savol. Birinchi o'rinda qaysi jamoaning qaysi mavsumi 52 ta gol urgan holda birinchi o'rinni egallab turibdi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.